Appoint programmasi bizga zo'r yordam berdi. Assalomu alaykum, meni ismim Aziza. Lyuks fabrikasida 1,5-2 yildan beri HR bo'limida ishlayapman. Appoint programmasini o'rnatmasimizdan oldin ishchilarimizni rushnoy tabel qilardik hammasini. Masalan, keldi, ketdisi bo'ladigan bo'lsa, qog'oz variantida aylanib chiqardim. Aqlatchilarimizning oyligini kirgizganimda qiynalardim. Izdeniyalarni bitta-bittalab kechqurunlar uxlamasdan oylik hisoblagan kunlarimiz ham bo'lgan buxgalteriya bilan. Hozir Appoint programmasini olganimizdan beri telefonimda hamma narsa bemalol telefonimga kiraman, ertalab kim keldi, kim kelmadi, hammasini telefonimda ko'rsam bo'ladi bemalol. Masalan, ID'si bilan ishchilarimizning oyligini shunday kirib, ko'rib, bemalol xursand bo'lib ketamiz. Masalan, bir kunda ishlagan ishlarini ham ko'ra olamiz. Appoint programmasi bizga zo'r yordam berdi. Ishlab chiqarishingizni avtomatlashtirmoqchi bo'lsangiz, Appoint kompaniyasiga murojaat qiling.